Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. O'zchilangar janosining navbatdagi kuni navbatdagi buyurtmamiz asosida kotelimiz tayyor bo'ldi. Quyidagi buyurtmamiz Qashqadaryo viloyati Koson tumanidan kelib tushgan buyurtma asosida quyidagi 30 kilovatlik kotelimizni demak yasab berdik. Kotelimiz ayni damda 200 kvadratdan oshiqroq xonadonni qizdirish maqsadida xarid qilinmoqda. Xonadonda aralash sikl, ya'ni ham radiatorlar ham ma'lum qismda topli pol holati bo'yicha ishlash prinsipi asosida kotel o'z faoliyatini olib boradi. Hop, kotelimizga ishlatilgan mahsulotlar 3 mm qalinlikdagi rossiyskiy garachliklardan yasab olindi. Kolosniklari vodinoy, ya'ni pastki qismida chugun o'rniga truba qo'yilgan, ichida suv aylanadi. Qo'shimcha KPD beradi. Turbalar qalinligi 3 mm qalinlik tashkil qiladi. Xizmat qilish muddati kotelni xizmat qilish muddatiga teng bo'ladi. Kotelimiz 130 vatli ventilyator bilan jihozlangan, termostat, relay, termobalon. Hop, kotel aqlli rejimda ishlash imkoniyatiga ega bo'ladi. Kotelimiz 50 kg ko'mir sig'imiga ega. Bir zapravkasida ko'mir sifatiga bog'liq holatda 8 soatdan 1 sutgacha yonib berish imkoniyatiga ega bo'ladi. Kotel 3 atmosfera davleniyada opressovka bo'ladi, ya'ni demak bosim ostida ham bemalol ishlash imkoniyatiga ega holatda yasab taqdim qilindi. Kotelimizda demak mo'ri uchun quyidagi ko'rinishda uya hosil qilingan 159 diametrdagi turbadan mo'ri o'rnida foydalanishni tavsiya qilamiz. Kotelni ko'rib turganingizdek 3 ta eshik bor. Tozalash eshigi, pastki qismida mana shu teplobmenliklarimizni tozalagan vaqtimiz qurum tushadi. Qurumlarni olib tashlash uchun maxsus kichik eshik. Oldida asosiy eshik qismi, ko'mir soladigan qismi, pastdagi eshigimiz 2 korpusga bo'lingan, yuqorisi shlaklarni tozalash uchun maxsus demak yuqori qismdagi eshigimiz, kolosniklarning ustki qismi, pastki eshigimiz kuldon hisoblanadi. O'sha pastga kul tushadi, kullarni yig'ishtira olish imkoniyatini hosil qilinadi. Kotelga 32 mm diametrdagi rezbalar qo'yib berildi, podacha va obrotka o'rnida. Demak, talabga binoan zakazga asoslangan holatda har xil diametrdagi rezbalarni qo'yib berish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Hurmatli kuzatuvchilar, ayni kotelimiz bugungi kunda demak 8 million so'mga xarid qilindi. Endi navbat kotelimizni o'z manziliga jo'natib yuborishdan iborat bo'ladi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi videolarda uchrashguncha omon bo'ling.